Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Shohi Games va bugungi videoda maqsadim men bu o'z akkauntimni sotmoqchiman. Bu to'g'risini aytsam, men Roblox ni yaxshi ko'raman, lekin bu Bloxdan sal zerikib ketdim. Shuning uchun akkauntimni sizlarga yaxshi qilib ko'rsatib bermoqchiman. Siz ularni olasizmi yo'qmi? Itemsda meni swordlarim ko'ringlar. Va meni swordlarim bor. Let's go. Mana bo'ldi. Men aksessuarlarimda Dark Card, Sunglasses Card, Gold Fix, Black Cap, Blur, auralarim. Mana shuncha auram bor. Pulimni ko'rsatib, fragmentini ko'rsatib. Men C3 o'tganman, levelim 1446. Yana nimalar bor? Rasta 6. Dark fragment, bular, shular. Va Ice Jump, Instinct, Plastic, uzuklar va Shark Race V3. Hozir ana V3 deb turibdi. Gravity setaman va yana combat usulini olganman. Mana Shark Race V4 deb levelim. Men o'yinchilarga yordam beraman. Lekin menda umuman Frankfurtlar yo'q. Bunga qaramasangiz kerak. Hech qaysi yo'q. Hech qaysi. Va menda 2x masteri bor. Mana 2x deb turibdi. Mana. Va sizlarga mana bitta Riptom degan do'stim gift qilgan buni. Portallar ochilmagan. Qaysi portallar? Bilmayman. Qaysi portalligini hozir ko'rsataman. Bu portallar ochilmagan. Menda 3 marta Gold Chalice chiqqan. Qaysilarni ishlatganimni aytib o'tsam, men birinchi Lightfoot'ni ishlatganman, keyin Ice o'tganman, Ice'dan keyin yo'ldan Paint olganman, Paint'ni yeganman, keyin Eagle'ga o'tganman. Sizlarga yana bir narsani ko'rsatsam, hamma Sashini qilsam, mana qayerda spawn bo'lgan joyimga nasabga qarab ketasizlar. Mana qanday giver bir bo'lish kerak va bu tarafdan bu tarafga qarab yurasizlar. Va mana Sashi. Qaysi kombatlarni olganimni hozir ko'rsataman. Qachon
bilan tanishib klaviaturada yurish o'yinini bilsangiz kerak. Bunda yo'g'on birni bo'yicha 34 statsini ko'rsatadi. Statsdan uchinchi parametrim 5 ku. Men to'g'risini aytsam juda ko'p kurslar sotib olganman, lekin ularni oxirigacha ishlab olmaganman. Bitta portal fruitim bor edi, men uni oxirigacha ishlatmoqchi edim, lekin bitta fruitlarni yo'q qiluvchini bilmasdan suv deyorganim uchun portaldan ham ayrildim. Mana men akkauntim bilan tanishib oldingiz. Gravity'ni mastersi 230 ekan. Bu ko'zalarni ko'zi yonmagan. Ko'zi yonsa mana bu ko'zalarni sindirsangiz bo'ladi. Sindirganingizdan keyin uchinchisini red bo'lib bo'ladi. Va siz mana bu ilon logotiplari. Hozirchalik qaramadan oddiy deyarli masalan nima desam bo'ladi. Ayniqsa titul ochganim. Uni birozdan keyin ko'rsataman. Xo'sh, mana titul ochganimda ko'rsataman. 63 ta titul ochganman. Sharhlisni bo'lishga sharhlisni bekitganman. Xo'sh, obunachilar, men akkauntim sizga yoqqan bo'lsa, izohlarga qanchaga sotib olishingizni yozing. Xo'sh, men buni boshlang'ich narxini 200 ming mayli. Sizlar uchun 150 ming deyman. 150 ming qilyapman. Xo'sh, hozir video oxirida bitta rol ko'ramiz. Va mayli. Mana bizga diamond. To'xtanglar. Mana diamond o'g'lim. Va video tugadi. Kommentariyga telefon raqamingizni qancha necha berishingizni yozing. Men boshlang'ich narxim 150 ming. Xo'sh, yaxshi qoling obunachilar. Sizlar bilan Shohi Games. Obuna bo'ling va like bosing.